Aktrisa Feruza Normatova psixologlarga keskin fikr bildirgan edi va bu ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Psixologlar va mashhurlar o'z fikrlarini bildirishmoqda. Assalomu alaykum, siz UzShow TV kanalidasiz. Video davomida bir dona like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganni Alloh qo'llasin. Hozir menga hamma mana bu videoni yuborishni boshlashdi. Marhamat qilib joyiga kelib oling. Shuncha ayollarni bir joyga yig'ib din haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatishga sizning haqqingiz yo'q. O'tiring joyingizga, agar iloji bo'lsa, mayli. Va bu narsani iloji bo'lsa yopib oling. Sababini bilaman, chunki men 7-8 yildan beri orzular xaritasi texnikasini o'rgatib, seminarlar o'tib kelayotgan psixologman. Va meni bilmaydigan kuzatuvchilar masalan bo'ladigan bo'lsa, ularga ma'lumot uchun aytmoqchiman. Men ham bakalavr, ham magistraturani bitirgan psixologman, oliy ma'lumotli psixologman va nima uchun bu texnikani o'taman va buni dinimizga qarshi shirk taraflari yo'qligi to'g'risida sizlarga aytmoqchiman. Avvalambor bilasizlarmi, mana shu ishlatib turgan telefonimiz ham, Instagramimizni ham g'ayridan insonlar yaratgan va undan qanaqa yo'lda foydalanishingiz faqatgina sizga bog'liq. Orzular xaritasi texnikasi qanaqa ishlaydi? Bizani ongimiz shu darajada shovqinga, keraksiz narsalarga, keraksiz fikrlarga, negativga, alamzadalikka, shunaqa narsalarga to'yinib ketganki, biz orzularimiz, maqsadlarimiz shunga o'xshagan narsalarga urg'u bera olmaymizda, negativ fisq fasodlarga kirib ketamiz. Internet olami sizga misol. Prosta o'zingiz uchun xulosa chiqaring. Kimlar nimalar haqida gapirilyapti. Mana o'sha insonlar ham internetda reklamalar qilishadi, pul topishga harakat qilishadi, o'sha hajlarga borish uchun, nimadir orzu niyatlariga erishish uchun amalini qiladi. Orzular xaritasi, maqsadlar yozish, orzular yozish bu psixologik qilinadigan amal hisoblanadi. Miyamizga kerak bo'ladigan amal hisoblanadi va buni dinimizga qanaqadir qarshi tarafi umuman yo'q. Agressiya orqali, kimnidir kamsitish orqali yoki kimnidir aybini yuzaga chiqarish orqali inson asl musulmon bo'lib qolmaydi. Xullas, hammani o'zini xulosasi bor, hammani o'zini fikri bor. Aytib o'tganimdek, ilmga har doim hamma zamonda kamchilik qiziqqan. Kechagi aytgan ma'lumotim bugun sizlarga yana ham kengroq tushuntiraman. Bilib olishingiz uchun mohiyati nimada? Kartajelaniyani qilish bu undan so'rash yoki unga sig'inish emas. Kartajelaniyani qilishdan maqsad nima? Inson xayolida juda ham ko'p fikrlar bilan yuradi doim. Bir dunyo kartinalar bor, bir dunyo fikrlar, savollar, vaziyatlar hammasi aralashib yurganda inson diqqatini yig'a olmaydi. Inson diqqat sochilib yotadi. Kartajelaniya nima uchun qilinadi? Siz oldingizda turgan mana yanvar как раз yil boshi sizni shotingizda, hayotingizni shotida 365 kun pushti. Bundan buyog'iga qanaqadir yashashingiz mumkin va 365 kun aylanib kelganda siz orqaga qaraysiz. Nima bo'ldi, nima qo'ydingiz, nima o'xshadi, nima o'xshamadi, nimaga erishdingiz, nimalardir hayotingizda to'g'rilamoqchi edingiz, nimadirlarga erishmoqchi edingiz. O'shalar bo'ldimi yoki yo'qmi? Har bitta inson qaraydi yil yakunida. Kartajelaniya mana shu protsessda osonlik berish uchun desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni kartajelaniyani men o'xshatdim kecha как раз lokatsiyaga. Qanaqa lokatsiya? Siz uydan chiqdingiz. Qayoqqadir aniq bormoqchi bo'lsangiz, uyingizni belgilaysiz A точка, keyin bormoqchi bo'lgan manzilni belgilaysiz B точка. Shunda siz точный taksiga o'tirasiz, soati chiqadi, o'sha soatda siz borasiz o'sha manzilga. Chunki yo'lda chalg'imaysiz hech qayoqqa, yoki to'xtab qaysidir dugonangizga tushib qolmaysiz, yoki bo'lmasa yo'l-yo'lakay yana bir nima qilmaysiz. O'sha uchun ham ko'rsatilgan vaqtda borasiz. Chunki manzilni aniq bilasiz. Lekin agar qayoqqa borishingizni aniq bilmay chiqsangiz, u yoqqa ham ketishingiz mumkin, bu yoqqa ham ketishingiz mumkin. Kun yakunda muhim qilishingiz kerak bo'lgan planlar amalga oshmay qoladi. Bir dunyo o'tirib qo'shni bilan suhbat bo'lishi mumkin, lekin borib bitirib kelish kerak bo'lgan ish bo'lmay qoladi. Kartajelaniya onga, siz o'zingizni ongingizga как раз men bormoqchi bo'lgan nuqta mana bu deb ko'rsatish. Yandexga lokatsiyani urganda o'zingizni mana bu miyangizga lokatsiyangizni o'rnatish. Qarama, yil yakunida men bu narsalarga erishmoqchiman. Men bu narsalar hayotimda bo'lishini xohlayman. Siz u bilan nimadir bo'ldi, o'xshab qoladi, kuf-suf degan narsa yo'q u yoqda. Siz uni qo'ygandan keyin shunchaki sizni ongingiz uni ko'rish orqali har safar o'ziga eslatadi. Qara, biz ham bu yoqqa boramiz. Qara, bizning maqsadimiz bu edi deb. Kecha yana bitta aytgan muhim gapim nima edi?
Men uchun bu lichni juda ham muhim. Balki siz uchun ham muhimdir. Nimaga? Chunki inson juda ham ko'p energiyasini, hayotiy kuchini nimalarga sarflaydi? Kundalik hayotingizni qarab ko'ring. Nimadandir norozi bo'lishga, xafa bo'lishga, kimnidir muhokama qilishga, nimadandir o'ylashga. Shunda ham kuningiz o'tadi. Lekin siz uni energiyangizni unga emas, maqsadingizga yo'naltirishingiz mumkin. Misol uchun ingliz tilini o'rganmoqchisizda, kimdandir xafa bo'lib yoki bo'lmasa norozi bo'lib o'tirgan vaqtingizga ana u yoqda o'zingizga eslatib qo'ydi, siz maqsadim bu deb, to'g'rimi? O'tirib 1 soat ingliz tilingizni qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam siz qaysidir bitta yangi mutaxassislikda rivojlanmoqchisiz. Uni olib nimadir kitobini o'qishingiz mumkin, kursini olib dars qilishingiz mumkin. Umuman olganda energiyani siz unaqasiga ham ishlatasiz, bunaqasiga ham ishlatasiz. Nima uchun uni plyusga ishlatmasligingiz kerak? Shu narsa edi asosiy maqsad. Sizga berilgan har kunlik energiyani kerak bo'lmagan narsalarga sarflamaslik uchun karta желания sizga xuddi kompasday yo'l ko'rsatadi. Siz har uni ko'rganda ong ostingiz buni qabul qiladi. Endi shu joyda nima? Bu yoqda hech qanaqa sehrli narsa yoki bo'lmasa qanaqadir noodatiy narsa emas. Bu isbotlangan. Oddiy misol, o'zingiz kundalik hayotda ham qarasangiz, televizorda har xil reklamalar ko'rasiz, 1, 2, 3 ko'rganda deysiz, yoqmaydi sizga. Lekin qaysidir vaqt bo'ladi, tushunib qolasiz, bozorga yoki magazinga borganda o'sha reklamada ko'rganingizni sotib olib qo'ydingiz. Chunki ong osti unga aynan esla deyilgan narsani emas, shunchaki bir necha marta ko'zi tushib qolgan narsani saqlab qoladi bu yoqga. Xuddi shunaqa siz uyga o'tasiz, qaytasiz, karta желаниyangizni ko'rganingizda sizni ongingizni ostida shakllanadi. Biza mana bu yoqqa ketamiz. B tochkamiz bu. Yo'lda to'g'ri kelgan anunda bekatda tushib qolish emas, aniq borayotgan manzilimiz bor.